O'g'lim, ilm o'rganing. Ilm o'rganing. Ilm tufayli oddiy kishilar sharafli bo'ladi. Hech kim tanimagan, hech kimga notanish bo'lgan kishilar mashhur bo'ladi. Ilm tufayli qullar podshohlar martabasiga ko'tariladi. Ukalar, ilm o'rganishlik kerak. Birodarlar, ilm eng oliy martaba inson bolasiga beriladigan deyilsa bu mubolag'a bo'lmaydi. Albatta ilm oliy martaba. Agar kishi qavmini hurmatli sayyidi bo'lsa, ilmli bo'lsa, yana faqih ham bo'ladi bu. Agar oddiy kishi bo'lsa, qavmini ichidagi sayyidlarga aylanadi. Demak, birodarlar, ilm insonning martabasini, manzilatini mana shunday bir yuksak qiladi. Agar faqir bo'lsa, ilm boylik bo'ladi. Agar faqir bo'lsa, ilm boylik bo'ladi. Ato ibn